10 takam 7da menga telefon bo'layapti qabulxonamdan. Shavkat Miramonovich, голову Ulug'beka снесли deyapti. Я говорю, какую голову? Какой еще Ulug'bek? Памятнику голову снесли. Shunday tayinlanganki, soat 10 takam 10da kortej keladi, prezident keladi, Eron prezidenti bilan haykalda kallasi bo'lmaydi, shu bilan Mirziyoyevni ham kallasi ketadi. Xullas kalom bordim, 7dan 20 ta o'tganda yetib bordim. 10 soat 10da kelish kerak ikkita prezident. Haykalda kallasi yo'q haqiqatda. Gipsda bo'lganda u haykal. Endi men tushundim kim qilganini. Bular kichkina odam qilmaydi, nimaga desangiz, u haykal bir kun prezident kelishdan oldin Axranaga olinadi. Uni alohida tashkilotlarda o'zi shu Mirziyoyevni yo'q qilaman deb haykalni kallasini olib tashlagan. Har kuni men o'zi gazetani albatta o'qiyman. Вечерний Toshkentda o'qisam, hozirgi mana shu xirurgiya markazida Ibn Sinoni haykalining tagi qaysidir xuliganlar kavlab ichiga uy qilib olgan to'g'risida kichkinagina tagida statya chiqqanini просто o'qib qoqib ketganman. Shunday esimga tushdi. Shu haykal hamma narsani hal qilish kerak. Bu gap Mirziyoyevni ishdan olib tashlashi to'g'ri, lekin davlat sharmanda bo'ladi. Prezident olib kelsa u haykalga kallasi haykalga gulchambar qo'ymaydi-ku. Keyin esimga tushdiki, shu haykal gipsdan bo'lsa kerak dedim. Mashinamni o'zim ruldan qildim, bir andijonlik movunim bor edi. O'shani mashinaga o'tirdim-da, uyga borib, arrang bormi uyda dedim, arrang. Arrang bor dedi. Ikkita uchta arrangni oldi, u o'zi yo'lda turardi. Chilonzorda o'sha. U ham Chilonzorda-ku. O'zim rolda o'tirib bordim-da, ertalab borib hamma uxlayotdi. Biz ham Ibn Sinoni haykalini kesib bana olib keldim. Endi Xudo deyman, siz eslatdingiz, esimga tushdi. Shu haykal tushib ketmasin. Olib kelsam, haykal sal teshigi katta ekan, biz qilgan Ulug'bekning haykali, bu gavdasi, u haykal sal tushib ketgan bo'ldi. Men keyin gipsdan sharf qildim. 1,5 soatda. Xullas kalom esimni birinchi movuni 10 takam 9da keldida, ular endi 100% meni ishdan olishga keldi. Deb galava Ulug'bek dedi, menga qarab gapiryapti, haykalga qaramaydi. Где голова dedi menga. Shunday qarasa haykal turibdi. Haykal ham turibdi, kalla ham turibdi. Men nima demoqchiman? Mana yoshlar o'tiribdi. Bu kunga kelish o'zidan o'zi oson bo'lmaydi. Bu kurash bu.